Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Qarshilarda labot tayyor holatda. Balandliklari standartlarga muvofiq qilib yasalgan tentlarimiz har doimgidek koreyskiy tentlardan bo'ladi akalar. Hozir sizlarga ichki tomonini ochib ko'rsatamiz. Avvalambor tentlarini ko'rsatib o'tamiz. Akalar, ob-havoning har qanaqa holatlari, yog'ingarchilikka, qishga, issiq kunlariga chidamli bo'lgan tentlarimiz mana shu bo'ladi. E'tibor qilaylik, hech qayerda g'ijim joylari yo'q akalar. Kalsiolarimiz har doimgidek eng zo'r kalsiolardan, zavodskiy kalsiolardan berilgan. Uzoqroqdan orqasidan ko'rinishlar akalar. Orqa tomonlari klappli bo'ladi. Guvohi bo'linglar. Baraban qilib berilgan. Hozir sizlarga ichki tomonni ochib ko'rsatamiz. Akalar, mana ichki tomondan ko'rinishlari, ichlarini pressovniy faner bilan abshiratib berganmiz. Nechilik aka fanerini qalinligi deydigan bo'lsangiz, oldi va ikki yoni 6 mm bo'ladi. Germetikalarga e'tibor qo'yasiz. Mana germetikalari bitta liniyada qilib berilgan. Orqa tomonlariga taxta soladigan kassetalarni qilib berganmiz. Mana 3 ta, 4 ta. Akalar, mana lentalari bo'ladi 3 ta. Kerak emas bo'lgan payt tepasida quloqchasi bor. Boylab qo'ysanglar, tentlar shamolda o'ynab yurmaydi. Yo tomonda mana ko'rinishlari. Akalar, kimga shunaqa tent xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahar joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringizga jo'natib qo'ysanglar, juda ham bir manfaatli bo'ladigan umiddaman. Like bosib, podpishka qilishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.